Hurmatli talabalar, demak biz bugun o'zbek tili adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich 23-24 guruh talabalari bilan ma'ruza mashg'ulotida o'tgan Uvaysiy hayoti va ijodi mavzusini amaliy mashg'ulotda mustahkamlaymiz. Demak, darsimizni boshlaymiz. Uvaysiy hayoti va ijodini gapirishdan oldin albatta Uvaysiy yashagan muhit, Uvaysiyning ijodiga ta'sir qilgan omillar haqida gapirishimiz kerak. Albatta bu 18-asr oxiri, 19-asr boshlarida Qo'qon adabiy muhiti katta ahamiyatga ega. Demak, Qo'qon adabiy muhiti haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Biz ma'ruzada bu haqida gapirgan edik. Demak, Qo'qon adabiy muhiti qanday bo'lgan? Qo'qon adabiy muhitining rivojlanishiga, gullab yashnashiga aynan Uvaysiy o'zbek adiblarida eng birinchi o'zbek shoiralaridan biri hisoblanadi. Shuning ijodiga kimlar va qanday ta'sir ko'rsatgan? Marhamat, kim gapiradi? Qo'qon adabiy muhiti albatta savol tug'iladi. Ilm-fan qanday rivojlangan, u qanday yaratilgan? Hassos shoir va davlat arbobi Amir Umarxonning tashabbusi va homiyligi bilan va uning rafiqasi tanilgan Nodira begim hamkorligi bilan 1810-1822 yillar davrida Qo'qon adabiy muhiti yaratildi. Ularning sa'y-harakati tufayli bu savollarda juda ko'p iste'dodli shoirlar, tarixchilar, adabiyotshunoslar yig'ilgan. Ulardan biz misol qilib keltirishimiz mumkin: Gulxaniy, Mahmud, Zarfiy, Nizomiy, Zoriy, Yoriy, Mushrif kabi shoirlar va o'sha davrdagi ilg'or, ya'ni juda bir kuchli shoirlardan, ya'ni shoiralardan Uvaysiy, Nodira, Dilshod kabi shoiralar ancha samarali va barakali ijod qilishgan. Asosan yaxshi. Demak, endi Uvaysiy, Jahon Otin Uvaysiy ijodini o'rganayotganimizda biz Jahon Otin u kishining ismlari Uvaysiy taxallusi dedik. Nima uchun shoira aynan Uvaysiy taxallusini olganlar? Bizga shunisi ma'lumki, Marg'ilonda Uvaysiy Jahon Otin nomi bilan mashhur edilar. Jahon Otin so'zi, ya'ni atamasi bizga qanday ma'noni anglatadi? O'sha davrlarda Marg'ilonda otinoyi, otincha kabi terminlar ishlatilgan. Ular xat savodli, diniy bilimlarga ega bo'lgan ayollarga nisbatan ishlatilgan edi. Uvaysiy ham aynan o'sha ayollardek bo'lganligi uchun otinoyi taxallusi bilan ijod qilgan. Undan keyin esa Uvaysiy taxallusiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha davrlarda Yamanda Uvays Qarani ismli bir ulug' zot o'tgan bo'ladilar va u Allohning rasuli bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga pinhona muhabbat qo'yadilar va muhabbat qo'yganligi uchun Uvays Qarani payg'ambarimiz u insonni mehribonlikda tabiiylarning eng ulug'idir deb atab o'tadi va Uvays Qarani shu nom bilan shuhrat qozonganligi sababli ham Uvaysiy ham, Jahon Otin Uvaysiy ham aynan o'sha taxallusni qo'llab o'tadi. Yaxshi. Uvaysiyning adabiy merosi. Uvaysiyning adabiy merosi bizga qadar qaysi manbalar orqali yetib kelgan va Uvaysiy ijodi bo'yicha qanday tadqiqotlar amalga oshirilgan? Uvaysiy merosini o'rganish asosan 20-asrning 30-yillarida boshlangan. Bu davrda asosan Cho'lponning yorqin turmush risolasida ko'rishimiz mumkin. Bunda asosan Uvaysiyning she'riyatiga to'xtalib o'tiladi. Shuningdek, 1933-yilda yozilgan Uvaysiy risolasi ham katta ahamiyatga ega. Bunda Uvaysiyning qancha hajmdagi she'ri va qancha hajmdagi she'riy maqolalar saqlanib qolganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Uvaysiy asosan Uvaysiyni keng tarzda o'rganish 1960-yillarda o'rganila boshlangan. Bu 1960-yillarida asosan adabiyotshunos Jalolovning o'zbek shoirlari asarini misol keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari Qayumovning esa Qo'qon adabiy muhiti asarini ham misol tarzida keltirishimiz mumkin. Yaxshi. Demak, endi yaxshi o'tiring. Uvaysiy ijodi bo'yicha tezkor savol-javob. Sizlarga demak savollar berildi. O'sha savollarga tez va lo'nda qisqa javob berishga harakat qilamiz.
Marhamat, kim tayyorlasa? OIC'ning yaqinda topilgan 403 betlik devoni qanday asarlarni o'z ichiga oladi? Ushbu devon OIC'ning chevarasida Xoljon Bibi tomonidan Andijon pedagogika institutiga topshirilgan va hozirda Beruniy nomidagi institutda qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. Ushbu devon 1857-58 yillarda Muhammadshoh Yunusxon tomonidan kitobat qilingan. Bu devonda 269 ta g'azal, 29 ta muhammas, 55 ta musaddas, 7 ta murabba hamda Karbalonoma yoki dostoni Hasanboq Husayn, voqeoti Muhammad Alixon dostonlarini o'z ichiga oladi. Yaxshi, marhamat. Nega shoira saroyda ijod qilishni istagan ikkita sababi. Birinchi asosiy sababi olimlar, shoir va shoirlarning ijodiy ishini almashish hamda kuch sinashish maqsadida. Ikkinchi sababi esa hayot yaxshi yashash maqsadida. Marhamat. Yana kimlar bor? Marhamat. Uvaisi tahovuzga tavsif berilgan, ya'ni Uvaisi payg'ambarimizga pinhon osh bo'lgani uchun o'ziga Uvaisi tahovuzini qo'ygan. Yaxshi, marhamat. OIC chislolarining asosiy qismida qanday usul yetakchiliklar, ya'ni savol usuli yetakchilik. Yaxshi, marhamat. Shoira ijodidagi bosh mavzu nima? Shoira ijodidagi bosh mavzu bu ishq, muhabbat hisoblanadi va bundan tashqari Uvaisi yoru diyor, visol va hijron, ona va farzand haqidagi mavzularda ham barakali ijod qilgan. Yaxshi, marhamat. Uvaisining qaysi dostoni 60-yillargacha to'liq tekshirilmagan edi degan. Bunda Shahzoda Hasan va Shahzoda Husayn bo'lsin. Yaxshi. Chiston janrida ijod qilgan shoir bu Alisher Navoiy hisoblanadi, lekin ma'lumotlarga qaraganda Ahmad Tarozning Turun al-Balog'a asarida ham bir chistoni keltirilgani aytib o'tiladi va Jahonat Uvaisi ham chiston janrida unumli ijod qilgan shoir sifatida qaraladi, ya'ni uning 50 dan ortiq chiston yozgani va 13 devonida 13 ta chistoni bizga keltirilgani haqida ma'lumotlar keltiriladi. Va akademik Avliyo Muhammad Aliyev shunday aytib o'tadiki, men kichkinaligimda Uvaisi enam bilan birga, ya'ni dugona edi va unga chistonlar to'plamini ham bergan edi va arablar iflos davrida u yonib ketgan edi. O'zini qutqarishi sho'ralardan bilan ketgan edi deb aytib o'tadi. Keyin esa chistonlar u aslida birinchi misrasida jumboq tarzda keltirilishi kerak, lekin Uvaisi birinchi savol qo'yish bilan unga o'zgartirish kiritadi. Keyin esa uchinchi tur shaklidan ham foydalanadi va bunda ikki misrali chistolardan foydalanadi va kun va tun, keyin qaycha chistolarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Yaxshi. Shu chistonlardan namunalar. Birinchisi Alloh chistonini aytaman. Bunga gumbazli eshigi, kiyimli nishon. Necha bulbul qush qizlar manzil allab turmakon. Sindirib gumbazli qizlar hovlidan olsam xabar. Yuzlaridan parda tortilib turarlar bamqon. Bu chistonda anorni tavsiflab bergan Uvaisi. Ikkinchisi yong'oq chistoni. Yong'oq chistonda Unnadirkin sabztunlik, yoz yog'ochining boshida. Qish yalang'och aylagay barcha haloyiq qoshidan. Barcha qushlarning so'nggoki ichida, unna qish turkim so'nggoki toshida deb aytadi. Ya'ni bunda yong'oqni Uvaisi shu chiston orqali tavsiflab ko'rsatgan. Yaxshi, keyin yana chistonlarni yana alohida tahlil qilib chiqamiz. Yaxshi, endi mavzuni mustahkamlash uchun ikki guruhga bo'linamiz. Sizlarga 5 daqiqa vaqt. Bu qism xasroq tayyorlaganmiz, ya'ni Uvaisi ijodi bo'yicha, she'rlari bo'yicha. Marhamat, mana shu yerga olib, endi imkoniyat, mana shu yerda bir to'plarni yozasizlar. Sizlar mana bu qismga tezlik bilan anaqa video emas, rasmlarga tushish kerak. Mana bu tarafdan
Bo'ldi, vaqtlaring tugayapti. Bo'ldilaringmi? Bo'ldi, yaxshi. Demak, birinchi jamoa bo'ldi. Ikkinchi jamoa bo'ldilaringizmi? Yaxshi. Endi tekshiramiz. Siz oldingizga oling. Demak, Uvaysi anorning tashqi ko'rinishini chekuv chegarasiz milliy kim yozgan buni o'qinglar. Uvaysi anorning tashqi ko'rinishini chekuv chegarasiz milliy gumbaz bo'lib ko'rinuvchi nimaga o'xshatadi? Bu dunyo. Ikkinchisi, xalq orasida xavf-savodli va diniy ilmlardan puxta xabardor bo'lgan ayollarga qanday nom qo'yilgan? Otin. Uvaysining she'rlarini g'oyaviy nuqtai nazarda uchga bo'lish mumkin. Avtobiografik, oshiqona va uchinchisi bu orifona. Shoiraning qaysi g'azalida sarbozlikda yurgan olisdagi farzandini sog'ingan, ko'ngli ne hadiku xavotirda o'rtangan, kecha kunduz yo'l qarab intizor yongan onaizorning xalq tuyg'ulari ifodalangan. Bu sog'indim g'azalida. Sharq mumtoz adabiyotda, xususan o'zbek mumtoz adabiyotda o'ziga xos sirli sinoatli nazm namunasi bu Chiston janri hisoblanadi. 1960-yillarda Andijonda shoira devoni yana 3 ta qo'lyozma nusxasi topildi. Uning birinchisi 403 betdan iborat bo'lib, shoiraning evarasi Xoljon Otin, Xoljon bibi tomonidan ko'chirilgan. Uvaysi tabiatning noyob mevasi deb qaysi mevani nazarda tutadi? Bu anor. Uvaysi she'riyatining bosh mavzusi bu ishq. Yaxshi. Yaxshi. Ikkalasi ham to'g'ri. Yaxshi. Yaxshi. Demak, Uvaysi ijodi bo'yicha yana bilimlarimizni aniqlab oldik. Endi Uvaysi g'azallari, bir nechta g'azallarini yod olish va tahlil qilish degan topshiriq berilgan edi. Demak, umuman Uvaysi g'azallari 3 ta mavzuga asoslangan degan fikrni aytdik. Marhamat. Uvaysi g'azallari mavzu jihatdan 3 guruhga bo'linadi. Bular orifona g'azallari, oshiqona g'azallari va avtobiografik g'azallari hisoblanadi. Uvaysining g'azallarining o'ziga xos xususiyatlarini, mazmun va mohiyatini Qayyumov va Ibrahimovalar o'rganib chiqadi va Qayyumov Uvaysi g'azallariga shunday ta'rif beradi. Uvaysining she'riyati murakkab she'riyat hisoblanib, undagi mazmun mohiyat ancha berkitilgan hisoblanadi va uning mazmun mohiyatini tushunishni og'irlashtiradi deb aytib o'tadi. Shuningdek, Uvaysi mutasavvuf shoira bo'lganligi uchun ham g'azallarida tariqat va tasavvuf g'oyalarini targ'ib qiladi. Shuningdek, g'azallarida mehr-muhabbat, halollik, pokizalik, ishq-muhabbat kabi fazilatlarni ham tasvirlaydi. Shuningdek, Uvaysi o'zining g'azallarida o'zining tarjimai holini va ona va ayol sifatidagi qiyofasini ham tasvirlagan g'azallari mavjud. Bunga misol qilib keltirsak, uning Sog'indim radifli g'azalida sarbozlikka ketgan o'g'lining yo'liga kecha va kunduz yo'liga qaragan ona timsoli tasvirlangan. Kelinglar shu Sog'indim g'azalini eshitib ko'raylik. Sog'indim g'azali. Marhamat, siz yodlagansizmi? Uvaysining Sog'indim radifli g'azali. Bo'lgan g'azallari mavjud. Bunga misol qilib keltirsak, uning Sog'indim radifli g'azalida sarbozlikka ketgan o'g'lining yo'liga kecha va kunduz yo'liga qaragan ona timsoli tasvirlangan. Kelinglar shu Sog'indim g'azalini eshitib ko'raylik. Sog'indim g'azali. Marhamat, siz yodlagansizmi? Uvaysining Sog'indim radifli g'azali. Bu kun ey do'stlar, kaltali jonim sog'indim. Gado bo'lsam ne ayb, ul shu xuddamonim sog'indim. Musofirman, g'aribman, bekat u ham benavodirman. Vujudim dardga to'ldi, endi darmonimni sog'indim. Tilimning zikri yo'q, ko'nglimning fikri yaxshi farzandim. Azizim, yolg'izim, davlatli sultonimni sog'indim.
kecha kunduz yo'liga muntazir durman tikarman ko'z kelib holim so'rayvon ketsa mehmonimni sog'indim nasibim uzmadi tangri ilojim topmag'ay kelsa onam deb bo'lg'usi bag'ri qizil qonimni sog'indim qorong'i bo'ldi olam tangri ilojim topmag'ay kelsa ko'zi ko'nglim ziyosi mohtobonimni sog'indim meni bekat uvaysi yig'lagayman ro'zi shab tinmay uyimning ziynati ko'zi barshani xonimni sog'indim. Yaxshi, xo'p. Demak, sog'indim g'azali bu haqida g'azal, xo'p. Bundan tashqari kashfim yo'qoldi Sandamol radifli g'azali. Bu g'azalida Farg'ona ayollarining so'zga ustaligi, hazil mutoyibaga boyligi haqida tasvirlanadi va shuningdek bunda lirik qahramon Qo'qondan Xo'jandga sayri tasvirlanadi va o'sha jarayonda uning ko'rishi yo'qolib qoladi va bundan askiyaga va hazil mutoyiba sifatida foydalanadi va bu g'azali ham boshdan oxirigacha yumorga asoslangan hisoblanadi va kavush o'g'risini ham ozroqgina tanqid ham qilib qo'yadi. Yaxshi. Xo'p. Bundan tashqari uning dog' o'ldi g'azalini aytib bermoqchiman. Zamona kulfatidan bu ko'ngil dog' o'ldi. Bu charxi bemuruvvatdan ko'ngil dog' o'ldi. Jarohat bo'ldi bag'rim, tig'i bedodi raqiblardan. Bu qitaq vahm maxtumdan ko'ngil dog' o'ldi. Bu gulzori fano ichra mahali buyxalar erur. Hamisha zahmi harodin bu ko'ngil dog' o'ldi. Ko'ngil qoni firog'i bir lahza band bo'lmas. Vujudim iztirob aylab bu ko'ngil dog' o'ldi. Ajab ash'ori mavzun bog'ladi vaysi qasoddin Umarxon zinnoni fikim bu ko'ngil dog' o'ldi. Yaxshi. Kelinglar, shu o'tilgan mavzu bo'yicha, vazir ijodi bo'yicha sizlarga test savollarni berdim. Test savollarini ko'rib chiqasiz, keyin esa ekranda tahlil qilamiz. Marhamat qilib tezlik bilan, chunki hamma o'tilgan mavzu bo'yicha berilgan savollar. O'ziga belgilasalaring bo'ladi. Qoldilaringmi? Qoldilaringmi? Xo'p, tugatib qoldikmi?
bo'ldi. Hozir ekranga chiqaramiz. Ekrandan to'g'ri javoblarni ko'rib, o'zingiz xatolaringizni tahlil qilasiz. Ekranga chiqyapti. Xo'p, demak, birinchi Uvaysiyning devoni kim tomonidan kitobat qilingan savolining to'g'ri javobi Ajoz Tojiddin Yo'lchig'ov. Ikkinchisi, agar xato bo'lsa to'g'rilab olasiz. Ikkinchisi, Uvaysiyning qaysi g'azali she'rning harorat turiga mansub? Xo'p, yaxshi. Keyingisi, uchinchisi. Demak, ushbu chistoning javobini topamiz. Yaxshi. Shoiraning kechayu kunduz o'g'lining nomini takrorlab, uni o'ylab yurishi qaysi ifodada aks etgan? Tilimning zikri. Yaxshi. Keyingi savol. Uvaysiyning qaysi g'azalida Farg'ona ayollarining sho'x, shaddod, hazil mutoyibaga usta xarakter timsol Yaxshi. Oltinchisi, Uvaysiy dostonlarining asosiy g'oyaviy yo'nalishi qanday? Yaxshi. Keyingisi, Uvaysiy g'azallarida ishq tushunchasi qanday talqin etiladi? To'g'ri. Uvaysiy chistonlarning o'ziga xosligi nimada? Javob to'g'ri. Birinchi tarafda xato ketganga o'xshaydi. Keyingisi, 9-si, Jahon otining Uvaysiy Alisher Navoiyning qaysi g'azallariga Tazmin Muhammad bog'lagan? Javob hanuz bilan Marazga. Vaysiy maqomi nima? o'rtasiga ega bo'lish, muhabbatini qozonish. Javob to'g'ri. Uvaysiy yashagan davr adabiy muhiti haqida ma'lumot beruvchi Majmuai shoirot tazkirasi kimga tegishli? Yaxshi, bugun ham shu yo'nalish qanday? Yaxshi. Keyingisi, Uvaysiy g'azallarida ishq tushunchasi qanday talqin etiladi? Javob to'g'ri. Uvaysiy chistonlarning o'ziga xosligi nimada? Javob to'g'ri. Birinchi tarafda xato ketganga o'xshaydi. Keyingisi, 9-si, Jahon otining Uvaysiy Alisher Navoiyning qaysi g'azallariga Tazmin Muhammad bog'lagan? Javob hanuz bilan Marazga. Vaysiy maqomi nima? o'rtasiga ega bo'lish, muhabbatini qozonish. Javob to'g'ri. Uvaysiy yashagan davr adabiy muhiti haqida ma'lumot beruvchi Majmuai shoirot tazkirasi kimga tegishli? Yaxshi, bugun ham shu mavzuni o'tdik. Uvaysiy she'rlarini g'oyaviy nuqtai nazardan Xo'p, Sog'indim radifli g'azalini shoirlar kimga bag'ishlab yozadi? Uvaysiyning qaysi dostoni uning devoni bilan birga bitta muqovada chop etilgan? Uvaysiy ijodini o'rganish 30-yillarda boshlangan. Uning ijod yo'li Qayyumov, Jalolov, Haqqulov, Ibrohimova va boshqalar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Bugungi kunda Uvaysiyning adabiy merosi qanchani tashkil etadi? 15 Yaxshi. Agarda xatoliklar bo'lsa, ko'rib o'rganib olinglar. Yaxshi. Demak, biz Uvaysiy asar ijodi bo'yicha test savollarini o'rganib chiqdik. Endi kelinglar shoirlarning dostonchilikdagi mahorati haqida gaplashamiz. Dostonchilik mahorati. Ya'ni biz aytdikki, shoirlar o'sha ijodi davomida 3 ta doston yaratgan deb aytdik. Ya'ni shu dostonlarining boshqa ijodkorlarning dostonlaridan
qaysi jihatlar bilan farq qiladi? Marhamat. Avvalo bosqinchilik o'sha avvaldan qadimdan rivojlanib kelgan janr hisoblanib, bu xalq og'zaki ijodiga, shuningdek sharq adabiyoti ham bo'lib qaraladi. Birinchi bo'lib o'sha dostonlarda ko'pincha kuzatiladigan holat bu sayyor syujetdir, ya'niki o'sha voqelikning ko'chib yurishi. Buni biz Hamzada ham ko'rishimiz mumkin, Mehrabiy yoki Ganjabiy, Navoiy ijodida ham o'sha syujet ko'chib yuradi va ko'p o'xshash tomonlari ham mavjud bo'ladi. O'sha Uvaisiy ijodida ham dostonlarni yozish vaqtida uni oldingi ijodkorlarda ham bir xil o'sha syujet ko'chib yurish hodisasi ham kuzatilgan. Buni biz o'sha uning Shahzoda Hasan va Shahzoda Husayn nomli dostonlarida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Fotimaning ikki farzandi holatdagi voqelik ko'pincha yoritilgan. Bunda o'sha Sayqali va Koshifiy ham o'zining asarlarida xuddi shu narsani olib bo'lgan va Uvaisiy ham xuddi o'sha adiblarning dostonlariga tayangan holda yozgan. Ammo biz aytishimiz mumkinki, boshqalarda ma'lum bir holatlar farqlanib turadi. Biz buni o'sha Sayqalining o'zini yozgan o'sha Shahzoda Hasan dastonida yozilgandek bir-biriga o'xshash, ammo farqlanadigan jihatlari shundaki, Uvaysiyda nisbatan Hasan dastoni to'liqroq berilgan. Ya'ni uning o'sha urushga ketish holatlari, masalan, Muaviya bilan necha ming askar bilan jang qilishi, Hasanda 40 ming, Muaviyada esa 60 ming ekanligi tasdiqlab o'tgan. Buni to'liqroq berilgan. Sayqalida nisbatan qisqaroq, uning asli zaharlanishga oid voqelik uch marta zaharlanish berilgan bo'lsa, unda to'liqroq yoritilganligi, bundan tashqari o'sha Uvaysiyda uning biz aytdik xotiniga nisbatan uni xotinini Sayqali Asmo deb keltiriladi, ammo Uvaysiy kishining xotinlarini, Hasanning xotinlarini juda deb keltiriladi. Asmoni esa uning kanizagi deya fikrlarni aytib o'tadi. Shu jihatdan farqlanadi va Uvaysiyning bizga hozirgacha aslida 3 ta doston yetib kelgan: Voqeati Muhammad Ali Xon, Shahzoda Hasan va Shahzoda Husayn. Ammo shu o'rinda Shahzoda Hasan va Husayn dostoni Karbalo noma deb ham atashadi. Bunga ma'lum qarashlar bor. Aytadilarki, ikkalasi ham Karbalo hududida yozilganligi haqida ketganligi uchun ham nomlanadi deya aytishadi. Ammo aslida unday emas, faqatgina Husayn dostoni Karbalo hududida bo'ladi. Hasan dostoni aslida o'sha Kufa hududida bo'lib o'tadi. Ammo keyinchalik shunday savollar ko'p bo'lgani sababli doston o'zi aslida nomlanmagan. Ibragimova unga nom berish taklifini bildiradi. Ya'ni Karbalo nomi o'sha tarkibiga kiritilgan o'sha ikki atalgan Shahzoda Hasan va Husayn dostonlarni xuddi shunday, ya'ni Hasan va Husayn deb nomlash fikrlarini bildirib o'tiladi va o'sha nimaga kiritiladi. Yaxshi. Xo'p. Yana shoiraning demak 3 ta dostoni dedik. Voqeat Muhammad Ali Xon degan doston haqida. Uning boshqa dostonlarida farqli jihatlari. Voqeati Muhammad Ali Xon dostoni bu Uvaysiyning devoni bilan birga ko'chirilgan doston hisoblanadi. Bu doston tugallanmay qolgan tarixiy doston hisoblanadi. Masaviy yo'nalishda yozilgan tarixiy doston hisoblanadi. Bu dostonni tuzilishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu doston 22 misradan iborat. Har bir misrada 18 misradan iborat. Har bir misrada 22 qator yozuv bor. Bundan anglashiladiki, bizgacha 208 misra va 104 bayt shu dostonni 104 baytda yetib kelgan. Hozirda bu doston Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Bu dostonni boshlanishi xalq-ma'natdan iborat. Bu doston voqealari asosan o'sha Muhammad Alining tug'ilishi, uni taxtga o'tirishi va shu Qo'shg'ordagi g'azot urushi haqida voqealar rivoji ketadi. Bunda shunday voqea bo'ladiki, Muhammad Ali shu Qo'shg'ordagi g'azot munosabat bilan Qo'shg'orga ketishga majbur bo'ladi va saroy ahllari, vazirlar unga ketishiga norozilik bildiradi va shunga qaramay Muhammad Ali Xon onasi Nodira begimni ruxsati bilan yo'lga chiqadi va Nodira begimni o'zi Marg'ilongacha kuzatib qo'yadi va o'sha kuzatish mobaynida u o'g'lini tinch qaytib kelishini shu Allohdan so'rab qancha tun kunlarni bedor o'tkazadi va bu asar shu Qo'shg'ordagi g'azot urushida Muhammad Ali Xon mag'lub bo'ladi va bu doston shuning uchun ham yakunlanmay qoladi. Keyin bu dostonda kamchiliklar, ya'ni anchagina kamchiliklar kuzatiladi va shu
anchagina kamchiliklar kuzatiladi va bunda ko'pincha diniy rivoyatlar berilgan bu dostonda. Lekin vaqtida mahkam to'xtatib ketdi. Yaxshi. Yaxshi. Demak, shu yana bir dostonni Shahzoda Hasan dostoni. Marhamat. Shahzoda Hasan dostoni 19-asrning birinchi yarmida dostonchilikning eng yirik namunalaridan biri hisoblanadi Uvaysay ijodida. Uvaysay bu dostonni yozishdan maqsadi o'sha davrdagi zamondoshlariga moziydan saboq olib ko'zgu tutish bo'ladi. Shu niyatda yozgan bo'ladi. Bu dostonda Hasanning adolatliligi, sulhparvarligi kabi xislatlari juda ham yorqin aks ettirib beradi. Undan tashqari Shahzoda Hasanning ikki qirrasini oladi Uvaysay. Birinchisi shaxs sifatida bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qirrasi uning oddiygina shaxs, ya'ni inson sifatidagi qirrasini dostonda juda ham yaxshi yoritib bergan hisoblanadi. Dostonda shunday ketadi. Shahzoda o'sha Muhammad payg'ambarning, ya'ni qizi Fotimaning o'g'illari Hasan va Husayn haqidagi dostonlar hisoblanadi bu doston. Hasan dastlabki voqeasida Fotimaning eri Alining o'lishi bilan boshlanadi. Vafoti bilan boshlanadi. Vafot etgandan keyin uning katta o'g'li Kufaga Hasanni hokim etib tayinlaydi. Otasining dushmani bo'lgan Muaviya bo'ladi. Muaviya Kufani bosib olish niyatida Hasanning o'sha Kufaning ustiga yurish qiladi. Yurish qilganda Hasan ham unga qarshi tayyorgarlik ko'radi. Keyin qo'shinini shay holatda tashlaydidagina Muaviyaning oldiga yolg'iz o'zi boradi. Muaviyani qon to'kishni bas qilishga, sulh tuzishga ko'ndiradi. Muaviya sulhga ko'ngani bilan, lekin Kufani egallash niyatidan kechmagan bo'ladi. Boshqa yo'llarni izlab topishni boshlaydi. Keyin Hasan shu paytda do'stinikiga borgan bo'ladi. Do'stinikiga borganda uni kanizaklari orqali zaharlamoqchi bo'lgan bo'ladi. Unga Hasanga zaharlangan oshni beradi, lekin Hasanga zahar ta'sir qilmaydi. Keyin bu Muaviya yana jim o'tirmaydidagina yana ikkinchi marotaba zaharlamoqchi bo'lganda zahar yetkazib beradigan odam yo'lda bo'rilarga yem bo'lib o'ladi. Uchinchi marotaba zahar yuboradi. Bu vaqtida Hasan Makkaga borgan bo'ladi. U yerning hokimi Mardon ikki tomonlama deydi. Bir tomondan deydi, shunchalik Hasanni yaxshi kutib oldi, iliq munosabatda bo'ldi deydi. Ikkinchi tomondan o'zining kanizaklari orqali Hasanning xotini Judaga zahar berdirib yuborgan bo'ladi. Juda ham o'zini erini bir-ikki marta zaharlamoqchi bo'lgan bo'ladi, lekin zahar baribir Hasanga ta'sir qilmaydi. Keyin Judani ham aytadi, Muaviya shunchalik anaqa qilgan, katta mablag' bilan o'ziga bo'ysundirib erini o'ldirishga ko'ndirgan deydi. Keyinchalik o'sha Hasanning yana bitta dushmanlaridan biri bo'ladi, ko'r odam deb tasvirlangan. Ko'r odam Hasanga zaharlangan kaltak bilan jarohat yetkazadi. O'sha jarohati lekin oddiy malhamlar bilan Hasan tuzalib ketadi, zahar unga ta'sir qilmaydi. Keyinchalik Muaviya yana zahar tayyorlattiradi. Endi bu zaharga olmosning qirralarini qo'shib aralashtirib tayyorlatgan hisob bo'ladi. Uni Judaga yetkazib beradi. Juda eriga berganda faqatgina shu zahar orqali Hasan o'ladi deyiladi. Bu Hasan o'lguncha ham deydi, o'zini xotinini qarg'ab o'tadi deydi. Uvaysay bu doston orqali payg'ambarlarning oilasida ham, ularni atrofidagi muhitida ham kirdikorlar, fasodlar, fitnalar bo'lishini tasvirlab beradi. Shu orqali o'zining zamondoshlariga past nasihat beradi. Bunda Muaviya bilan Judani olgan. Muaviya shunchalik ko'p yuzlab fitnalarni o'ylab topaveradi, o'sha taraflarni qoralaydi. Xotini esa oddiygina mansab yoki pul, zar, o'sha narsalar uchun o'zini erini o'ldirganligi uchun befarosat ayol sifatida tasvirlangan. Yaxshi. Keyin Shahzoda Husayn tasvirlanadi. Albatta, balki boya o'sha Karbala nomlaganda
ikkalasi birga nomlangan. Keyinchalik esa uni kitobi Ubaysi, keyin Qurg'uzsai Ubaysi degan nomlarni atashadi, ammo aytdim Ibragiyevaning o'sha Ibragim taklifiga ko'ra ikki turga bo'linadi, ya'ni Shahzoda Hasan va Shahzoda Husayn. Shahzoda Husayn ham xuddi shunday Muhammad payg'ambarimizning o'sha payg'ambarimizning kuyovlari Ali va Fotimaning farzandi, ikkinchi farzandi Husayn hisoblanadi va ushbu doston voqealiklari Karbalo dashtida yuzaga keladi. O'sha Karbalo dashtida o'sha Husayn o'zining dushmani bo'lmish o'sha Yazidga qarshi urushga ketayotgan ularni o'rab olishadi, to'satdan o'rab olishadi va uning o'sha Husaynning inisi Abbos, bundan tashqari farzandlari Ali Akbar singari o'sha ular jangga kirishadi va ularning o'sha qurshovini yorib chiqishga harakat qiladi, ammo barchasi vafot etadi. Keyin esa o'sha Husaynning o'zi o'sha farzandi Ali Asqar uchun o'sha Qultum suv so'rash uchun chunki u sahro bo'lgan, suv so'rash uchun o'sha o'zining dushmani bo'lsa ham uning oldiga borib yordam so'rashga majbur bo'ladi, ammo o'sha uning askarlari esa Yazidning askarlari esa uning farzandini o'ldirishadi. O'ldirgandan so'ng Husayn o'zining o'sha oilalari bilan, lashkari bilan barchasini o'sha xayrlashib jangga tushib ketadi va oldan qatishdan chiqqan barcha insonlarni o'ldirdi va oxirida o'zi ham vafot etdi degan fikrlarni bildirib o'tadi. Biz ko'rib turibmizki, ikkala dostonning ham oxiri nisbatan o'sha salbiy, ya'ni yomonlikning yaxshilik ustidan g'alaba qozonish bilan tugadi degan fikrlarni aytib o'tishadi va bunda ma'lum o'sha shu sababli ham Uvaysiyning dostonlari nisbatan nimaroq, bo'shroq, sayozroq degan fikrlarni aytadi. Aslida unday emas. Aytadi, Ubaysiy o'zi ijodida hech qaysi asarlarda ham hech qachon yomonlik yaxshilikning ustidan g'alaba qozonmaydi. Doimo yaxshilik yomonlikning ustidan g'alaba qozonadi degan fikrlarni aytib o'tadi. Biz aytdik, bo'sh sayozliklarning asosiy sabablari o'sha o'rgangan insonlar aytadiki, bu nimada Ozarbayjon adabiyotga oid so'zlarning uchashi, sizlar, bizlar singari so'zlarni o'sha Husayn o'zining inisi Abbos vafot etganga unga atab aytgan massiyasida holatda ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari biz unda so'zlarning takrorlanishi, biz aytdik marsiyada shunaqa so'zlar uchrashdan tashqari so'zlar takrorlanadi. O'sha qiynalgan ahvolni faqir, bechora singari so'zlarni qayta takrorlashi sababli ham uning lirikasi nisbatan sayozroq degan fikrlarni aytib o'tadilar. Bundan tashqari biz o'sha salbiy fikrlarni bildirishga qaramasdan Oybek uning dostonlarini o'rgangan holda, o'sha Sa'dulloh Husayn va Hasan va Husayn dostonlarini o'rgangan holda uning dostonlari nisbatan o'sha yaxshiroq, o'sha mukammal nimaga ega, voqelik tasvirlanganligi bilan uning o'sha ijobiy tomonlarini tafsirlab o'tadi va biz buni o'qish davomida tushunib olamiz. Yaxshi. Yaxshi. Demak, hurmatli talabalar, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bugun darsimizda ma'ruza darsimizda o'tgan Ubaysiy haqidagi ma'lumotlarni mustahkamlab oldik. U kishini g'azallari, chistonlari, fatlari, shu bilan birgalikda dostonlarning mavzusi haqida, kishini ijodiy merosi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik deb o'ylayman. Meni fikrimcha, agar shu mavzu bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Savollar. Hammasi tushunarlimi? Yaxshi. Demak, bugun biz darsimizning maqsadiga erishdik. Ubaysiy ijodi bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'ldik. Rahmat. Endi albatta saqlang.